muammoni yechishimiz kerak. Menga unaqa ko'rib chiqamiz degan narsa kerak emas aka, xafa bo'lmang. Transport to'planib qoldi o'zi murojaatlar. Bo'lmasa dushanba kuni vazirlik bilan chiqib gaplashib, vaqtincha qaysidir Damas liniyani boshqani biriktirib turaylik deb, to mikroavtobus topilib, tenderni yutib olib, yo'lga chiqguncha. Shunaqa qilsak bo'ladimi? 7 metr bo'lsa bemalol nazorat qiladi. Kirib mana bu yo'lda ketyapti, o'tib ketyapti. Bu uch tomonga qarab. Bu ko'cha mana bu joylashib o'rtada. Nimaga menga aylantiryapsiz? Men so'ray turgan narsam boshqa narsa. Yurganligi uchun aytyapman. Qo'shimcha kerak emas. Maktabimiz yo'q, uchinchi 6-8 ta bolalar maktabga shahar qatnaydi. Beshikliga qatnaydi. O'sha kuni tadbir qilganimizda Oydindan o'tadi, Radugadan o'tadi. Lekin Abdulla Qodiriyga bordi. O'sha eski yo'nalishi bo'yicha Beshiklikni, Beshik kichik noqiya Abdulla Qodiriy mahallasiga 26 qatnagan-da, to'g'ri. Bor, yo'q, mikroavtobus tenderga qo'yilgan, lekin hech kim yutib olmayapti. Boyagi o'sha masala. Aynan o'sha masalaga to'g'ri kelgan. 5 ta bizda mikroavtobus bor, uni yurgizishimizni bitta yo'li bor. Men o'ylayman, hozir hisob-kitob qildik, avtobusni o'zi qolish kerak, qolgan hammasi litsenziyasini to'xtatish kerak. Ikkalasi avtobusda qatnagan yo'l bo'lsa qiladi, bemalol kirib chiqadi. Bo'lmasa shuni mana shu yo'lni o'zgartiraylik. Ruxsat bermagan gap, bo'lyapti. Bu brutto sistema ham o'rgangan-ku. Ular kilometrni hisoblagan, odam sonini hisoblagan, davlat pul to'laveradi. Bu taraflari ham bor-da, yo'ldan tashqari. Tanganlik ishlar. Shuni hisob-kitob qilib, o'tga mikroavtobus qo'yib ketganda.